yosh bilan emas, strategiya bilan yezilgan taqdir. Falastin aynigidagi Sharq Turkiston davosining haqiqati. Abduri Mirkamiljon Kashig'ari. Bu maqolani uzun bo'lsa-mu to'liq anglamay turib inkos yozmang. Bu maqoladagi har bir savolning ichiga bir yo'l xaritasi yoshiringan. Bu savollar Sharq Turkistonlik bo'lib sifatimiz bilan qilishga tegishlik, amaliyotda qilalaydigan, ammo 70 yildan buyon bir turli qilolmagan yoki qilishga qadam bosishdan qochib, eng beshidila yo'q, biz qilolmaymiz deb oq bayroq chiqarib, bir qadam tashlay olmagan xizmatlarimizni bir-birlab tizib beradi. O'qib yoki anglab tushunganlar rahmat aytishi mumkin. Tushunmaganlar uni faqat tashkilotlarga qaratilgan bir tanqid deb tushunib olishi mumkin. Tarix yuzingizga tutilgan muzdek bir aynak. U she'rlar va madhiyalarning issiq ho'rini bir nafasda supurib tashlab, sizga yalang'och, uchuq va eng muhimi haqiqiy simoyingizni ko'rsatib beradi. Tarix mana shu aynakni bugun, ya'ni 2025-yili 11-avgustda bir burilish nuqtasi sifatida oldimizga qo'ydi. U bo'lsa-mu Yangi Zelandiya va Avstraliyaning Falastin davlatini e'tirof qilish qaroridir. Aynakdagi bu suratning eng jon olg'uchi nuqtasi bo'lsa, Yangi Zelandiya tashqi ishlar ministri Winston Petersning og'zidan to'kilgan va xalqaro sistemaning rahimsizligining shifrlarini yeshib tashlagan xanjardek bir jumladir. Yangi Zelandiya Falastin xalqining o'z davlatiga ega bo'lish huquqini e'tirof qiladi. Chunki bu mangulik tinchlik uchun birdan-bir yo'ldir. Ammo hukumatimiz Falastin zaminining hayotiy kuchga ega va qonunli bir davlatga aylanishi uchun yetarli ilgirlashlarning bo'lgan-bo'lmaganligini baholashi kerak. Bu qarorning orqasidagi bizga munosabatlik logika xalqaro siyosatning rahimsiz ammo haqiqiy mezonini oshkorlaganligidir. Qonunli davlatga aylanish uchun yetarli ilgirlashlarning bor yo'qligini baholash. Bu diplomatik jumlaning haqiqiy va rahimsiz tarjimasi mundaq. Bu so'z bir millatning ozodlik irodasini dunyoning ko'z yoshlarimizga, ohuzarimizga yoki tarixdagi shon sharafimizga emas, balki bugungi kundagi qobiliyatimizga, ya'ni davlat qurish va uni idora qilish layoqatimizga qarab o'lchaydiganligining jonliq isbotidir. Dunyo bizning qahramonlarcha yig'ilishimizga emas, balki o'zimizni qutqizish uchun qanchalik ilgirlaganligimizga qaraydi. Dunyo bir millatning erkinlik huquqini uning ko'z yoshlariga yoki o'rindiqidan qopmay o'ltirib xiyol qilgan orzulariga qarab emas, balki o'zining tarixiy tajribalariga asosan baholaydi. Bizni ko'zlayotgan har bir davlat, har bir hukumat bizga qarayotganda amaliyotda o'zining davlat qurish ko'rishining aynigini tutadi. O'zlarining ozodlik urushlariga, o'zlarining davlat otalariga, o'zlarining asosiy qonunni yozgan qonliq va azoblik jarayonlariga qaraydi va mana bu savolni so'raydi. Bu insonlar biz mangan ashu strategiyalik, aql farosatlik va mushaqqatlik yo'lda mengiyotamdi yoki faqatla tarqoq hissiyotchan bir guruhmi? Mana bu nuqtada ashu muzdak aynak Falastindan bizga buriladi. U savol amaliyotda bizning 70 yillik imtihon natijamizdir. Tarixning eng fojialik ziddiyati generali yo'q armiya. Bu vijdoniy operatsiyani boshlashdan ilgari tarixning eng buyuk va eng ochiq ziddiyati bilan yuzlashishimiz kerak. Balki masalamiz ojizlik emas, balki o'z kuchimizdan xabarsiz bo'lish va uni joyida ishlatolmaslik xiyonatidir. Chunki haqiqat shuki, bugun surgundagi Uyg'urlar diaspora tarixining hech bir davrida ko'rilib boqmagan bir kuchga ega. Alloh bizga bir Xitoyni emas, 10 Xitoydek davlatni tez buktiradigan bir yushrin kuch ato qilgan. Qo'limizda mustaqilligimizni qayta qo'lga keltira oladigan talant egalari, har sohada yetishgan mutaxassislar, jinini berishga tayyor, jang tajribasi yuksak necha 10 minglagan mujohid yigitlarimiz siyosat, iqtisod, texnika va sanoat sohasida qanot qiqib uchishga tayyor.
Ammo qandoq qanotlanishni bilmayotgan dinamik kuchlarimiz mavjud. Ammo bu kuchlarni sistemalik shaklda tashkillab, ularni bir-biri bilan moslashgan holda harakat qiladigan, g'oyat zo'r bir kuchga aylantira oladigan haqiqiy bir tashkilligimiz, haqiqiy bir liderimiz kamchil. Bu ochiq haqiqat bilan yuzlashmay turib, kelgusi haqida so'zlash mumkin emas. Shunga amdi vijdoniy bir operatsiya pichqi bilan o'z haqiqatimizni va ichimizdagi ikki sapni ustalga yotqizadigan vaqt keldi. Bu operatsiyani bir haqiqatni e'tirof qilish bilan boshlash zarurdir. Diasporadagi Sharq Turkiston da'vosi marhum Muhammad Amin Bug'ra va Aysa Yusuf Olibtekin qatorliq kattalarning muyrisida ko'tarilib, bugunga elib kelingan muqaddas ammo shunchalik ig'ir bir omonatdir. Ularning har biri strategik mash'aldak o'z davrining qop-qorong'u zulmati va mumkinsizliklari ichida aql va jasorat bilan bir yo'l ochgan edi. Biroq bu kurash merosi hurmat bilan muzeyga tizib qo'yish uchun emas, balki zamonning ruhi bilan taraqqiy qildirib, texmo ilgirlatish uchun edi. Ular o'z davrining sharoitida mumkin bo'lgan eng unumli kurash yo'lini ochgan. Biroq biz shular qoldirib ketgan yo'lni zamonga loyiqlashtirib kengayta oladikmi? Yoki uni tor bir ko'chaga, o'lik tuproqqa va shaklvozlikqa aylantirib qo'ydikmi? Mana bu nuqtada ashu pichoq kabi o'tkir savollar ichimizdagi ikki sapning har bir tarafiga ayrim-ayrim sanjilishi kerak. Mirosga varislik qildikmi yoki xiyonatmi deb so'ralishi kerak. Birinchi sap xalqning strategiya nuqtasidagi o'lim uyqusi. Oldi bilan aynakni o'zimizga, da'voning egisiman deb da'vo qilayotgan Uyg'ur xalqining har bir a'zosiga qaratayli. Milliy ozodlikmi yoki abuntlarga qilinadigan mulozimatmi? Biz oddiy xalq bo'lish sifatimiz bilan milliy kurashni har bir shaxs hassador bo'lgan bir hayot-mamotlik masalasi deb qaradikmi? Yoki barliq mas'uliyatni 3-4 kishiga yuklab qo'yib, ondan ularni tomosha maydonidan ko'zlaydigan va nimishqa to'p kirgizilmayotidi deb tanqid qiladigan haqsiz biletlik tomoshabin bo'lishni tanladikmi? Biz bu da'voning egisimi yoki faqat bir ko'rurman tomoshabinmi? Strategik qo'mondonlik shtabimi yoki ijtimoiy yordam ishxonasimi? Tashkilotlarimizni Xitoyga qarshi strategiya tuzadigan bir bosh shtab deb tasavvur qildikmi? Yoki ularni biz yashayotgan davlatda iqomat ruxsati, fuqarolik iltimosi va ijtimoiy yordam ishlarini qo'g'lashadigan, barg'ansiri eshiyotgan shaxsiy masalalarimizning yuki ostida ezildigan bir ijtimoiy yordam ustiliga aylantirib qo'ydikmi? Da'voning avangard kuchini o'zimizning kundalik dard-alamlari bilan mashg'ul qilib, ularning beshini ko'tarib, haqiqiy dushmanga qarishiga to'sqinlik qilgan biz emasmi? Biz hijratga tashkilotimizga yuk bo'lish uchun chiqqanmi yoki yuk elish uchun chiqqanmi? Dushmanning eng arzon jasusi o'zimizning g'azibimi? Xitoydan chiqarolmagan o'chimizni eng yaqinimizdagi tashkilotlardan elib, eng kichik bir xatolikni xiyonat, voy bizni yerlik partiyalarga setivatdi, voy ishimizni hal qilolmagan tashkilot davlatni qanday qutqizadi deb tamg'i urib, to'kmat va ayblashlar bilan ularni bir qurbonlik o'chkisiga aylantirish orqali Xitoyning millionlagan dollarlik tashviqot sistemasi amalga oshirolmagan ichki sepimizni yemirish vazifasini o'z ixtiyorimiz bilan ustimizga olmadikmi? O'z qal'amizni tashqi tutish orqali vijdonimizni rohatlantirishning dushman uchun eng arzon va eng unumli g'alaba ekanligini qachon his qilamiz? Ikkinchi sap, rahbarlik qotilimizning strategik ko'rligi. Amdi operatsiyani bu xalq umid bog'lagan, ammo 70 yildan buyon o'xshash qiliblar ichida qapsilib qolgan rahbarlik va tashkilot qurilmasidan boshlaydi. Iqtisodiy kuchmi, lobbichilik, nomrodlikmi? O'zimizdan bu savolni butun rahimsizlik bilan so'rab baqayli. Bizning lobbichilik degan so'zdan tushunganimiz zodi nima? 70 yillik ko'rishimizning bu haqda yetib boradigan tasavvuri shaharlik hukumatdan bir namoyish uchun 2 avtobusni hal qilish, bayroq bostirib berishni talab qilish yoki bir yig'in zalini haqsiz qo'lga keltirishmi? Biz qilib kelayotgan haqiqiy lobbichilik mushumi? Yoki haqiqiy lobbichilik diasporadagi har bir korxonachimizni bir iqtisodiy elchi deb qarab,
ularning o'zlari turayotgan davlatlarda texmo ko'p kirim qilishining, texmo taraqqiy qilishining va shu davlat iqtisodida kam bo'lsa bo'lmaydigan bir aktyorga aylanishining yo'lini ochadigan strategik aql bilan harakat qilishmi? Korxonachilarimizni shu davlatning savdo uyushmalarida sanoat gigantlari bilan o'xshash ustalda o'ltirg'izadigan, ularga yangi bozorlar va mablag' selish fursatlarini yaratib beradigan davlatning eng yuqori qatlamlariga bular bizga yuk emas, balki boj, ishqi o'rinlashtirish va boylik elib keladigan qimmatli sheriklarimizdir degizadigan loyihalarni nima uchun xiyolimizga keltirib boqmadik? Nima uchun kuchimiz va energiyamizni keyingi saylamda qaysi siyosatchining biz bilan rasmga tushadiganligini hisoblashga sarf qilib etib, shu siyosatchining saylam rayonidagi eng cho'ng xo'jayinning yoki eng kuchli boy nomzodining bir Uyg'ur bo'lishi uchun strategiya tuzib boqmadik? Bu bir tanlashmi yoki bir millatning iqtisodiy kuchini o'zining tor va yuzaki tasavvuri bilan qandoq isrof qilganligining hamda qandoq bir lobichilik namratligi ichida tirkishayotganligining eng fojialik e'tirofnomasimi? Ziyolilarning zahrimi, strategiyalik to'hpimi? Yuqori unvonliq, chakini mutakabbir akademiklarimiz kasbiy talanti bilan bu da'voga bir aqllar ambiridek kuch qo'shdimi? Yoki tashkilotlarda o'zlari orzu qilgan obro'yga erishalmaganda shaxsiy o'chmanligini elish uchun akademik unvonlarni bir zaharlik xanjardek ishiltib, xalqning o'z tashkilotlariga bo'lgan ishonchisini yo'q qildimi? Bu hammani biladigan atalmish ziyolilar o'zlari nodon, johil deb ayiblagan rahbarlardan texmi cho'ng bir vayronchilikqa sabab bo'lib, Xitoyning maoshsiz eng unumli ta'tir tashviqotchilariga aylanib qolganligini bilamdi. Layoqat qirg'inchiligimi, nupus saltanatimi? 70 yillik diaspora tariximizning eng cho'ng fojiasi zodi nima? Tashkilotlarimizning beshiga davoni eng oldiga ilgirlatalaydigan, eng yorqin fikrlik, eng talantli kishilarni tanladikmi? Yoki qobiliyatsiz va iqtidorsiz bo'lishiga qaramay, shaxsiy sadoqatiga, jamiyatdagi nufuziga yoki moddiy kuchiga qarab bir yuz xotiri sistemasi bilan shu o'rindiqlarga o'ltirg'izdikmi? Bu da'voyimizni Xitoyning emas, balki o'z qo'limiz bilan bir layoqat qirg'inchiligiga uchratganligimiz emasmi? Strategik lobichilikmi, ariz shikoyatchilikmi? Qayrindosh davlat Turkiyada qaysi ministerlikning qaysi fondi, qaysi shaharlik hukumatning qaysi ijtimoiy turi, qaysi organning qaysi imkoniyati borligini ko'rsatib beradigan bir organ xarakterlik yo'l xaritasini tuzib chiqdikmi? Yoki biz ularning organ o'lchamlariga mos keladigan kasbiy loyihalarni sunishning o'rniga faqat ishkini qiqib azoblarimizni anglatib, oxirida inshaalloh yordam qilamiz degan so'zini bir muvaffaqiyat hisoblaydigan, yaxshi niyatlik ammo nodon bir ariz shikoyatchi to'lxotindek harakat qildikmi? Qurg'uchi otalarimi, qabila boshliqlarimi, rahbarligimiz kelgusidagi davlatning asosiy qonunni, apparatlarini, iqtisodiy planlarini loyihalaydigan qurg'uchi otalardek harakat qilyapti yoki faqat atrofiga muridlarni yig'adigan, shaxsiy nufuzi bilan mavjud bo'lib turadigan, o'zlaridan keyin bir sistema qoldirmaydigan qabila boshliqlaridekmi? Strategik istixborotmi, mahalla qarog'uligimi? Dushman vatanimizning har bir ko'chisini digital xarita bilan ko'zlayotganda, biz oldi bilan vatanimizning, ondan diasporadagi o'z insonlarimizning jamiyatshunoslik xaritasini sezib chiqa oladikmi? Jamiyatshunosligi bilan dunyoda hech kimni o'ziga teng qilmaydigan yuqori unvonliq atalmish akademiklarimiz nima uchun shuncha yillardan buyon bu vazifasini o'rindamadi? Xuddi shu katta jamiyatshunos bilmagandek tashkilot rahbarlarimizmi qaysi shaharda qancha Uyg'ur yashaydi, qanday talantlarga ega, kasblari va ta'sir doirasi-ku. Buni bilmay turib, bir milliy safarbarlikni qanday e'lon qilg'ili bo'ladi? Bu ko'zi qarog'i bir generalning armiyasini jangga boshlaganligidan farqsiz emasmi? Geopolitikalik boyliqmi, insoniy yukmi? Dunyo sahnasiga o'zimizni Xitoyning beshiga balo bo'lgan bir masala sifatida ko'rsatib o'tamdiq yoki O'rta Osiyoda tinchlik, muqimlik
va yangi bir iqtisodiy koridorni va'da qiladigan strategik bir chora sifatida sunyapmiz. Dunyo kuchlariga bizga yordam qilishning faqat bir xayr-saxovat ishi emas, o'z navbatida yana o'zlari uchunmi foydali bir geopolitik mablag' selish ekanligini tushuntiradigan bir loyiha sunalidikmi? 70 yillik teatrmi 21-asrning urushimi? Namoyish, yig'in, bayonot. Biz bu faoliyatchilikni 70 yil takrorlash orqali bir milliy ozodlik harakatini go'yo bir faoliyat shirkatining ishiga aylantirib qo'ymadikmi? Bu harakatlar cho'ng va uzun muddatlik bir strategiyaning taktikalik qadamlarimi yoki faqat tashkilotlarimizning hozirgi qurilmasini qo'g'dash va o'z mavjudligimizni isbotlash uchun qilingan natijasiz vatanimiz bilan munosibatsiz bir tipirlashlarmi? Aloqasizlikmi, oson ko'yga kirib olishmi? 21-asrdagi uchur davrida vatanimiz bilan bo'lgan yer osti va yer usti aloqa yo'llarini kengaytirdikmi? O'zaro ta'sir ko'rsatish va uchur almashtirish koridorlarini ochaldikmi? Yoki o'zimizning qobiliyatsizligini Xitoyning zulmiga ortib qo'yib, mas'uliyatdan qaytishning oson yo'lini tepib oldikmi? Strategik talantmi, jo'grafiyalik o'lib o'lishmi? Kurashni vatanimizga bir nafaslik orliqdagi qo'shni jo'grafiyalarda, madaniyat va strategik yiltizimiz tutishadigan tuproqlarda cho'nqur va mustahkam yiltiz tartqizishning o'rniga Beijing bizni ko'rishdan eng mamnun bo'ldigan minglagan kilometr yiroqlikdagi rohat, ammo unumsiz poytaxtlarga yo'tkash orqali vatanimiz bilan oramizga jo'grafiyalik va strategik musofa paydo qilmadikmi? O'zimizni Beijing uchun yiroq, ammo kontrol qilg'ili bo'ladigan bir quruq shavqin suranga aylantirib qo'ymadikmi? Aqldan ezishmi, fikr qisliqimi? Davlatlararo munosabatlarning rahimsiz logikasini, yer shari kuch tangponligini, Xitoyning ojiz va kuchlik taraflarini analiz qiladigan strategiya markazlari, aqllar guruhlarini quralidikmi? Yoki barliq aqliy kuchimizni kimning texmi aqlliq va ustun ekanligini isbotlashga ishiltib, liderlik talashishdek unumsiz va manmanlik talash tortishlari bilan upiratdikmi? Milliy birlikmi, ixtiyoriy qulluqmi? Milliy bir strategiya atrofida uyushishning o'rniga lider degan shaxslarning atrofida kichik bagliklar qurib, kuchimizni o'rtaq dushmanga emas, bir-birimizga qarshi sarf qilmadikmi? Sezmasdan Beijingning bir tiyin xashlamay, bir josusma avatmay turib qo'lga keltirgan eng unumli bo'lib boshqarish harakatining ixtiyoriy cho'moqchilariga aylanib qolmadikmi? Maqsadimiz tarixga qahramonlarcha qarshilik ko'rsatdi deb yozilishmi yoki tarixni g'alaba qozong'uvchilar sifatida o'zimiz yozishmi? Ozodlikning yangi qoidalari yo'limiz tashkillik yig'lashdan tashkillik zarba berishda, shikoyatdan strategiyaga o'tishda. Haqiqiy urush faqat sirtdagi ishg'olchi bilan emas, shundaqla o'z ichimizdagi aqlni bo'g'adigan jaholat, birlikni buzadigan shaxsiyatchilik va taraqqiyotga to'sqinlik qiladigan shaklvozlik bilan bo'ladi. Yig'lab qaqshapli yuradigan davr oxirlashdi. Endi haqliq bo'lish yetarlik emas, haqqini ololaydigan kuchga va aqliga ega bo'lish kerak. Bu xitobnomaning qoidalari muzokaraga ochiq emas va har ikki saf uchun kuchga ega. Birinchi, rahbarlik bir nupuz va sadoqat mukofoti emas, balki bir talant va strategiya vazifasidir. Eng kuchli bo'lgan emas, eng layoqatli bo'lgan va eng aqlli bo'lgan boshqarishi kerak. Ikkinchi, har bir shaxs da'voning bir yuki yoki tomoshabini emas, bir hassadori va askaridir. Kuch berish tanqid qilishdan texmi buyuk bir fazilat deb qaralishi lozim. Uchinchi, davlat engi jamiyatchilik engini yengadi. Shaxsiy masalalar emas, milliy manfaat va yer shari strategiyasi har bir qarorning markazida bo'lishi lozim. To'rtinchi, sonliq ma'lumot omborimiz bo'lishi lozim. Oldi bilan o'z inson boyligimizning va vatanimizning jamiyatshunoslik xaritasini atrofli sezib chiqish orqali shahar ko'ch-ko'ylarimizni va dushmanning ojiz nuqtalarini pishiq bilishimiz muqarrar bir zaruriyatdir.
Chunki davrimizda sonliq ma'lumot va uchur eng buyuk quroldir. 5. Bir-biri bilan tirikishishga sarf qilingan energiya dushmanning ojiz nuqtalariga qaratilgan konkret va natija markazlik xalqaroliq zarba berish planlariga yuzlantirilishi kerak. Hangning kirvikidagi eng oxirgi savol. Tarixning oshu muzdak qo'pol aynikiga eng oxirgi qitim yana bir qarayli. Agar yuqorqi ochiq savollarga ko'z yoshi bilan emas, aql, amaliyat va natija bilan javob berilmasa, u aynak bizga endi faqat bir mag'lubiyatni emas, balki butunlay bir yo'qolishni ko'rsatishi mumkin. Chunki eng qo'rqinchli savol shuki, biz diasporada 70 yillik ko'ni qilibdan chiqolmay, rahbarlik talashishlarimiz va chokini manmanchilik kurashlarimizni qilayotganda, vatanimizning ichida xalqimizning tili, madaniyati, kimligi va tarixiy hofizasi sistemalik holda yo'qotilmoqda. Balkim eng dahshatli ssenariya ati kurash qilinadigan bir Sharq Turkiston tuprog'ining qolmasligidan mubakirak bu kurashda g'alaba qiladigan kuch va qurollarga ega turuqliq, u qurollarni qandoq ishlatishni bilmaganligimiz uchun yo'qolib ketadigan bir avlodga aylanishimiz yoki kelgusida bu davoni davomlashtiradigan avlodlarning qolmasligidir. Bizdan keyingilar mujodala qilgudek bir Sharq Turkiston zaminini topolmasa va Sharq Turkiston xalqi qolmasichu degan bu qo'rqinchli savol barliq saxta botlarni, shaxsiy hirismanliklarni va kichik guruh hisobotlarini darhol cho'rib tashlab, o'rtaq bir aqlda birlashish uchun tarixning eng oxirgi ogohlantirishi bo'lishi mumkin. Javob tarixning hukmidir va tarix faqat g'alaba qilguvchilarni yozadi.